U tashabbuskorlik bilan Jobsga yordamlashib, ular uchun bir tafsiliy savdo plani tuzib bergan. Shuning bilan bir vaqtda ularga 91 ming Amerika dollari mablag' selib, Alma shirkatining 30% payiga ega bo'lgan. Jobs bilan Wozniak ayrim holda 30% payga ega bo'lgan. Bu mablag' bilan Alma shirkati ikkinchi qitim uchqandek taraqqiy qiladi. Ikkinchilar Jobs bilan Wozniak Alma 2 ni loyihалab chiqqan. O shaxsiy kompyuterining o'lchamiga aniqlama bergan. Ekran knopka taxtasi, qo'zg'atqich, asosiy taxta qistirish o'quri, tok manba mashinasi sanduq qatorliqlarning hammasi Alma 1ga nisbatan texmi nafs bo'lib, faqat o'xshash turdagi mahsulotlarning 4dan 1 qismichilik cho'nglikda edi. Buningdan boshqa Jobsning taklifi bilan Intel uchun e'lon loyihalagan Macinni Alma uchun e'lon taktikasi tuzib bergan. U Alma uchun ikki cho'ng to'pi qo'shgan. Uning biri Almaning logosini yaratgan. Yana bir tishlab qo'yilgan Almaning surati bo'lib, Hasan Husandek siziqqa ega. Ikkinchisi Xuahua Begzodida e'lon berish bo'lib, uning taktikasi elektron mahsulotlardan iborat bu kichik bozorni bosib o'tib, mamlakat bo'yicha biroqli nom chiqarish edi. 1980-yili Jobs Alma shirkatining bosh mudiri bo'lgan. Alma shirkatining pay cheki oshkor bozorga silinib, 1 soatga yetmagan vaqt ichida pay cheki butunlay setilib bo'lgan. Birinchi kuni 22 Amerika dollaridan bevosita 29 Amerika dollariga o'rlagan. Almaning bozor qiymati 1 milliard 200 million Amerika dollariga yetgan. Ana shu chaqda 25 yoshlik Jobs quruq qo'l egilik tikilgan milliarderga aylangan. Jobs va uning Alma shirkatimi shuhrat qozonishga boshlagan. Dal kishilar Jobs va uning almalarining taraqqiyoti iziga tushdi deb qaragan vaqtda Jobs o'zining ilg'or tijorat ideyasi bilan shirkat boshqaruvchisi o'tirsida kaskin to'qinish yuz bergan. Onun ustiga IBM shirkati shaxsiy kompyuterini bozorga selib, cho'ng bozorni egallab olgachqa, boshqarish xatimidagilar bu mag'lubiyatni bosh mudir Jobsga dengab qo'yib, mudiriyat uning tijorat cho'ng huquqini amaldan qoldirishni qaror qilgan. 1985-yili Jobs g'azablangan holda Alma shirkatidan ayrilgan. Ammo keyingi amaliyot shuni isbotladiki, ayni vaqtda Jobsning tijorat ideyasi nihoyat to'g'ri bo'lib, Jobsdan ayrilib qolgan Alma nihoyat tezla tuvanga qarab yo'l olgan. Jobsdan ayrilgandan keyin Alma shirkati aşı bosqichda ko'zga ko'ringan boshqarish xodimlari va loyihalash ilhomi kamchil bo'lganlikdan Alma asosiy jihatdan yaxshi mahsulot ishlab chiqarolmagan. 1996-yili Alma shirkatining tijorati qiyin ahvolga tushib qoladi. Mahsulot liniyasi tartibsiz kengayib, setish miqdori shiddat bilan tovanlab, saqlanib qolgan mallar tog'dek to'linib ketadi. Alma intayin xatarlik ahvolga tushib qoladi. Aksicha Jobs Almadan istifa bergandan keyin u 1986-yili 10 million Amerika dollari xarjlab Kaliforniya shtatidagi bir kompyuter karton önüm ishxonasi setib olgan hamda mustaqil shirkat PX karton xizmat ishxonasini qurgan. Keyin bu shirkat hammaga tanishliq 3D kompyuter karton shirkatiga aylangan. Hamda 1995-yili dunyo bo'yicha tunji 3D sistroliq karton film o'yinchoqlar safarbarligini e'lon qilgan. Keyinidilla shirkat 2006-yili Disney tarafidan setib olinadi. Jobs shu sababdan Disneyning eng chong xususiy pay chekiga aylandi. Alma shirkatining kundan kunga xarablashayotgan ahvoli qarab, Jobs o'zi bir qo'lli qurgan Alma shirkatining vayron bo'lishiga chidab turolmaydi. Alma shirkati qiyodan tushib ketay deganda, u tizbikmas ham mehribon qat'iylik bilan Alma shirkatiga qaytib keladi. Shuning bilan Alma shirkati bu talant egisini qizg'in kutib oladi. 1998-yili Jobs riyosatchilik qilib tadqiq qilgan iMac kompyuteri yerim suzuk sirtqi qurilma va kelgusi uslubning loyihasi bilan keng iste'molchilarning yoqtirishiga erishgan. Shuning bilan bir vaqtda Jobs o'zining talant egisi bo'lishdek do'stona bir tarafini yana bir qitim namoyon qildi. U oldi bilan mudiriyatni o'zgartib tashkilladi. Ondan yana kishilarni hayron qoldiradigan bir cho'ng qarorni chiqardi. Ya'ni koni adovatni cho'rib tashlab, Alma shirkatining raqibi bo'lgan Microsoft shirkati bilan qo'l elishib, butun dunyoga mansub bo'lgan asr ittifoqini qurdi. Nihoyat tezla Jobs Almani orqa-orqadan vayron bo'lish girdobidan tortib chiqarib, Alma shirkati kishilar setib olmoqchi bo'lgan narsani yasashga boshlaydi. 2007-yili 6-oyning 29-kuni Almaning 2 rivoyati borliqqa keldi. Jobs iPad va uningga saplangan iOS sistemasini o'tirg'i chiqardi. Hozirga qadar Alma shirkati faqat o'zining iOS sistemasiga tayinib, aqliy iqtidorli yon telefon bozorining yerimini egallab, nurg'un donliq markalar va terak bo'lgan Android mashg'ulot sistemasi bilan teng o'rinda turdi. Bo'libmi Alma fonning har qitim yangilanishi va bozorga silinishi dunyodagi eng chong asabiylik va setish to'lqini paydo qildi. Bugungi kun kelganda Jobs bir qo'lliq barpo qilgan Alma shirkati yanada fan texnik sohasidagi qattiq detal, yumshoq detal va ishlatgichlar ko'rinma yuzi qatorliq jihatlardagi boshlamchi marka bo'lib, kishilarning aqliy iqtidorli turmushining har qaysi taraflariga ta'sir ko'rsatmoqda. Alma shirkati uchun yurak qinini necha 10 yil sarf qilgandan keyin 2003-yili Jobsning bazraga giribtor bo'lganligi aniqlangan. Xizmati intayin mo'yin bo'lg'achqa kasallik ahvoli tadrijiy yomonlashishga boshlagan. 2011-yili 10-oyning 5-kuni Jobs oilasining hamrohligida jimjit qini ketib, o'zining rivoyatga to'lgan hayotini oxirlashtirdi.
u 56 yoshida olamdan o'tdi. Gerçi o kesel sebebinden olamdan o'tgan bo'lsa-mu, ammo Almi şirketini dunyo bo'yicha eng qimmatli shirkat qilib qurib chiqdi. Dafn murosimining qo'ng'iriqi chelinganda har soha zotlari Jobsning vafotiga qattiq o'kindi. Azoblangan Almi masdorlari dunyoni o'zgartgan bu shaxs uchun aysatni ijod qildi. Bu so'zning ma'nosi men intayin azoblandim edi. Chunki buningdan keyingi dunyoda buningdek saronlarcha talant egisini qayta ko'rgilib bo'lmaydi. Jobs vafot bo'lib 10 yildan keyingi bugungi kundami u tiz bitmay kurash qilgan hayotida yanada bir to'p o'zdek talva ham qaysar kishilarni yetaklab chiqqan. Ular Jobsning yetaklashi bilan bu mukammal bo'lmagan dunyoga xuddi Jobsning Almi e'lonidagi eng oxirgi bir jumla so'ziga o'xshash dadillik bilan o'zgartish elib bordi. Mazkur mazmunning davomi at mush vaqtda yo'llanadi. Yondagi qo'shish belgisini besib sinchoqni qo'shib bering. Agar to'liq nusxasini oldin ko'rgangiz bo'lsa, unidor salonimizni qo'shib olib ko'ring.